Suvni qarang. Buni qaranglar. Orol dengizi muzakaniga sovchi qo'ysa, muzakani bunday qarab teng-tengi bilan deyamush. Do'stim. Ana qiz chiroqligini qarab, o'zim ism qo'yib oldim. Sveta. Ana. Ey. Siringiz tasdishadi, tekshirtiryapsizmi? Yo'q, zirenim o'qda binoklda ko'raman. Ana, chiroq. Men Mashraf aka, voy tavba qildim. O'g'il bola-yu. O'g'il bolami? O'g'il bola qiz bolani ajratib bo'lmaydigan zamon ham kelibdi-da, o'sha. Adasi, hamma erkaklar kashalogida xotinining rasmini solib yuradi. Siz nimaga meni rasmimni solib yurmaysiz? Meni kechirasan, xotinjon. Sen bo'lgan joyda pul yo'qoladi-ya. Qara, ollaring. Ol. Menga qarang, ey. Rais bo'lgan, nima va'da berganingiz? Odamsiz rais bu? Ha? Nima va'da berdi? Qarang-da, mana mahalla nomi 40 buloq, to'g'rimi? Ha, 40 buloq. Lekin 1 gram suv yo'q, aholi suvsizlikdan qiynalyapti. Shunga chora ko'raylik, iltimos. Chora ko'ryapman. Nima chora ko'ryapsiz? Mahallaning nomini o'zgartiramiz. Siz ham o'zgartisiz, rais bu. Bor aralashma. Mayda singan g'ishlardan qo'yinglar. Ha, katta g'ishlarni uyga olib o'tasizlar. Qani? Mashina haydaysan. Kel bu yoqqa. Ey, o'g'lim, bozor zo'raylanib qo'ydik lekin, ha? Lekin, anu, bu yoq o'yinchoq olib bermadingiz-ku. Voy, yosh bolamisan, bo'y berguncha aql bermaydimi senga? Onam ham bardim, shunaqa deydi. Baqiravermang menga. Onang, sen onangda bekor uylanganiga, o'tir mashinaga. Bizaniki emas-ku bu. Bo'ying ham chiqib bo'lsa kerak, jirafaga o'xshab o'tir. Zo'r ekan, ha? Zo'r. Dadam ham olib bering. Bo'yingni qara, ey. Yosh bolamiding, nima qilasan? Onamga Natalyani ham, Anastasiyani ham aytib beraman. Hozir. Bular nech puldi? 2 million. 2 million? Bor. Onangga aytasanmi? Buvingga aytasanmi? Aytsang aytaver. Gulbahorda emas. Qo'ychini ham oldimga tush. Hatto PlayStation yo'q. Halakat, sotqin. Ma'nasini qilib baqir. Ey, Ha. o'g'lim, sen nima maktabga bormayapsan? O'tgan hafta ham bormasa, mana 2-3 kun. Ha, o kuni ham bormabsan. Maktabga bormayapsan ekan. Boryapman, 2 kun qoldirdim faqat. Maktabga borgin, seni o'quvchilaring so'rayapti, o'g'lim. Ha, deb ko'cha-ko'yda sangrab, domla odamga yarashmaydi. Borgin, bor. Direktorning oldida faqat men gap eshitishim kerak. Bo'yni qara. Ha, menga tortmading, onangga tortding sen. Kuz keldi. Mashraf aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, futbolga kundan-kunga havasim ortib boryapti. Qo'yil. Havaskor bo'lib qoldim, ishonasizmi? Ashinga shu Barselonaga ketmoqchiman futbol o'ynagan. Nima deysiz? Barselona zo'r joy. Lekin u yer professionallar joy. Professional futbolchilar o'ynaydi. Mana sen O'zbekistonda o'yna. Nimaga? O'zbekistonda bar havaskorlar shu yerda-da. Sen ham havaskor bo'lib qo'shilib olasan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuyov bola sizmisiz? Menman, shaxsan men. To'ydan keyin meni shartlarim bor. Dubayga sayohat, Malibu mashina, Tashkent Citydan uy. Voy, sizga nima bo'ldi? O'zingiz bosing. Oyim aytdilar o'zi, senga soq bola uylanmaydi deb. To'ylarmi bor, raketdan turadi. Buni qaranglar. Bir kun bir insonni tishi ko'zi bilan quloqiga qarab, ne qarab turib, men endi xo'jayinimiz tark etyapman. O'zlaring ko'z quloq bo'lib turinglar xo'jayinga. Deyamish. Yaxshimisan? Sog'ling yaxshimi? Ha, yaxshi. Bir gap aytsam ishonmaysan. Ishonmasam aytib nima qilasiz? To'ppa-to'g'ri, ishonmasang nima qilaman? Tavba qildim. Mashraf aka, doim ish bilan ovorasiz. Hamda menga ham e'tibor bering. Ana, e'tibor beryapmiz.
e'tibor beryapsiz. Buni kim qiladi biz qilmasak? Chiroqlar. Ashraf aka, Titanik ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman, nima edi? Shu Rozaga qoyilmasmanda. Shunda Jekni o'ldirib tashladi. Agar men bo'lganimda baxtli hayot kechirgan bo'lardik. Tirik qolgan bo'lardim. Ey, Jek meni og'aynim bo'ladi. Sen bilan yashagandan ko'ra o'zini o'sha yerda cho'ktirib o'ldiraverardi. Doim shunaqa deysiz. Men ketdim, ishingiz bilan band bo'lavering. Ey, sen menga rahmat aytgin, sen bilan yashayotganimga. Jekmish ya. Bir kundeng Munisa Rizayeva uloqda chekkaroqda tursa, ikkita ot kelib, "Opa, siz qachon tushasiz?" deyamish. Menga qara. Inson hech qachon orqaga qarash kerak emas. Faqat oldinga qarab yashash kerak. Jonsan, mana soatni berib turganda mana. Mana vaqt o'tib ketdi, ko'rding? Shuni orqaga qaytarib bera olasanmi, ukam? Yo'q. Qaytara olmaysan. Ko'rdingmi? Qaytarib bo'lmaydi. O'shaning uchun o'tgan narsa o'tib ketdi. Uni unutish kerak. Faqat bugungi kun bilan yashash kerak. Tushundingmi? Bugungi kun bilan to'g'riga qarab ketirish kerak. Gapingiz ta'sirli menga juda yoqdi, lekin men baribir qarz berganimni unutolmayman. Bugun to'ygunimcha ichaman. Pamel qiladigan havo bo'ldi-da mana ichib. Menga qarang, Mashraf aka. Yana ichib oldingizmi, aka? Menga qarang, mana ichkilikdan nima foyda bor, ayting menga. Nima foyda bor? Ey, foydasi juda ham katta. Bilasan? Qanaqa misol? Ey, kenoing xunuk. Xo'sh. Har kun ichib boraman, chiroyli ko'rinadi. O'zim ichaman. Yeb balakat. Xotin har kuni o'shanga ichib kelar ekanda, siz o'tirib turmay hozir kelaman, hop. Ha, xunukligingni endi bildingmi? Mashraf aka qandaysiz? Yo'q, asl qalay? Yaxshi aka, zo'r. Ha, kelishlar? Endi zaldan kelyapman, qalay? Buni qarang, buni qarang. Toshga ishlayapman. Ha! Senda bu o'zgarish yo'q umuman. Nimaga aka mana? Buni qarang, toshga ishlayapman. Yaxshi, zo'r ketyapti. Toshga ishlaganing shu bilinyapti, faqat basharaga ishlaganmisan deyman toshda. Yur, ximichiskaga boraylik, sal to'g'rilab olay seni. Ey, bettamiding. Qalaysan? yaxshi. Ha, kayfiyating yo'q. Xotin jonga tegdi. Ishdan kelishimga baqiraveradi, asabimga tegib quyushqondan chiqib ketdi shu. Erkakmisan, ajrashib ket. Ajrasha olmayman-da. Nimaga? Ajrashgandan keyin o'zimga yangi uy qidiramanmi? Bechoragida. Ichki yo'qdiga aytgancha. Bilaman, eslatma. Ha, yur, 50 qilaylik, sal kayfiyatingni ko'tar. Xotin quli. Mashraf aka, ani ruchka yutib yubordi, mazasi bo'lmay yotibdi. Doktorga qildingizmi, doktorga? Qildim, 10 minutda yetib kelamiz dedi. Biz 10 minutgacha nima qilaylik, aka? Nima qilasan? Bor, qalamda yozib tursin, boray. Hatta qalamda yozib tursin. Qalamda yozlar. Bitta ruchka yutib o'rganga, shuncha muammo. Qalam bor-ku. Kelib qolinglar, kelinglar. Bo'ldim. Akani boshim og'riyapti, dushanga bosh og'riq dorilar bormi? Bosh og'riyaptimi? Ha, boshim bash qattiq og'riyapti. Bosh og'riq dori yo'q, bu boshni olib tashlash kerak. Hazillashyapsizmi aka? Dorilardan ko'rsating bir. Boshni olib tashlash kerak deb men sizga. Hurmatli mijoz. Qanaqa aptekachi siz, boring, ishingizni qiling, boshqa ish. Yoqmasa, nari ko'chani boshdan apteka bor, o'sha yerga boring. Tushundingmi? Voy, sen dudir, nima qilyapsan bu yerda? Qassobxona qolib ketdi-ku, klientlar to'lib yotibdi. O'rtoq kelguncha qarab tur degandi. Hop, Qassobligini bilib, boshingizni doy deb onamga hazillashib qo'yib ketdik. jo'sh oldimga, yo tentak. Ey, bola, menga qara. Voy, ko'zlarimga qara. Nimaga chekyapsan? Nima ishingiz bor? Nima ishingiz bor sizning? Men mahalladoshmanmi? Bir bolaga 7 mahalla ham ota, ham ona, tushundingmi? Yo'q, Ha. Shunda siz menga ota bo'lyapsizmi? Ha? Ha. Menga qarang, bo'lmasa eshiting. Meni otam har kuni mana shu ko'chaga chiqib ketayotganda 2000 dollar beradi-da. Qani siz menga 2000 dollar beringchi. Uka, chekir, omading bersin. Yo to'xtang, dada, pulni bering, Dada. Jonim. Jonim, bilasizmi? Muhabbat, sevgi birinchi o'rinda turadi. Boylik, pul hech narsani hal qilmaydi, menga ishoning. Men shu puli ko'p odamlar ko'rganman, baxt yo'q.
kambag'al odamlar ko'rgan baxti yo'q. Dadangizni zavodidan kelayotgan pul ikkalamizga yetadi. Avvalambor boshida sevgi bo'lishi kerak. O'sha dadangiz zavodidan kelayotgan pul sizga ham, menga ham, akalaringiz oilasiga ham yetadi. Tushundingizmi? Har doim muhabbat birinchi o'rinda turishi kerak. Men sizni sevaman. Xullas, uka, gap qisqasi qaror qat'iy uylanyapman. Kim qaror qildi? Sud qaror qildi. Uylanmasang bo'lmaydi-ku. Unda uylaning. Jonim, Ha. bironta romantik kinoga kiraylik. Romantika? Ha? Ey, romantikani nima qilasan? Ujiz kinoga kiraylik, ujiz. Nima qilamiz? Ularni ko'rgandan keyin sen juda ham chiroyli ko'rinib ketasan. Xuddi Gvadalupeda. Qalay, zo'rtov yaxshi ketyaptimi? Zo'r, zo'r. Men qarasa, anu yor-yorda ishlarmidi? Men qara, menga ham bitta uyim joyim deydigan kelin topib berak. Ha, bo'l topamiz, bor. Ha? Faqat bitta iloji yo'qmi, anu efirga uzatmaslikda shunaqa. Yo'q, yo'q. Uzatmaylik efirga. Yo'q. Uzatmaylik. Nimaga? Xotin bilsa o'ldirib qo'yadi. Qol qilamiz. Babnik. Yo'q al. Ishtir joyda.